haj ziyoratiga borish uchun navbatga yozilish uchun yana o'sha Maygo saytiga kiramiz va haj degan so'zni yozamiz. Poiskda mana haj ziyoratiga borish uchun navbatga yozishga kiramiz. O'tga kirganimizdan keyin bu yerda mana xizmatdan foydalanish tugmasini bosamiz. Xizmatdan foydalanish tugmasini bosganda eng qiziq joyi mahram bilan ro'yxatdan o'tishni istaysizmi degan tugmani ha deb bossangiz, bu yerda sizga har xil variantlarni beradi. Tanlang, mana turmush o'rtog'i, otasi, akasi, ukasi, bobosi, bu yerda singlisi, hamrohi, bir o'rtoqlar bilan bormoqchi bo'lsa, xullas, bu yerda turmush o'rtog'ini tanlanadi. Misol uchun ayol bilan bormoqchi bo'lsanglar, keyin bu yerda mana mahram haqida ma'lumot beriladi. Telefon raqam kirgizilgandan keyin bir marta tekshirib chiqasizlar keyin ma'lumotlarni. Hamma ma'lumotlar kirgizib bo'lingandan keyin yuborish tugmasi bosiladi. Mana qaranglar, haj ziyoratiga borish uchun navbatga yozilish uchun to'lov 206 ming so'm, bu ikkita kishiga. Mana ko'p vaqt o'tmadi, sразу bizga berishdi arizani. Mana buni endi yuklab olamiz. Hajga ziyoratga borish uchun navbatga yozilganlik to'g'risida xabarnoma.